Sathidan 2700 metr balandlikda mana shunaqangi tabiatni sizlarga ko'rsataman. Tasavvur qiling, 2700 metr balandlikda tog'i cho'qqisining ichida mana sizlarga tabiat. Hammasi qorlardan hosil bo'lib oqib kelayotgan suv. Juda ham muzdek. Ko'ringlar endi tabiat. Haqiqiy Alyaska. Alyaskadagi tog'lar ulardan ham zo'r kerak bo'lsa. Bahor endi kelgan. Gullarni qaranglar. Tepada qor. Baland cho'qqili. Endi bu yog'ini endi bilmayman, o'zinglar nimadir devorapsizlar. Sizlar ham ishonmagandinglar, o'zim ham ishonmagandim. Videoni tarqatib yuboringlar, storylarga qo'yib yuboringlar. Jannat makon yurtimizda mana shunaqa go'zal tabiati borligini butun dunyo bilib qo'ysin. Butun dunyo bilib qo'ysin. Butun dunyo hozir mana oxirgacha mana endi tabiat. Ko'ringlar endi. Videoni tarqatib yuboramiz.